Buni siz ko'rgansiz, lekin e'tibor bermagansiz. Eslaysizlarmi? O'zbekiston U20 terma jamoasi 2023-yilda va nihoyat Osiyo chempioni bo'ldi. Barcha futbolchilarimiz yulduzga aylanishdi. Prezident ularni taqdirladi. TV kanallari esa futbolchilarimizni studiyalariga chaqirishdi va bir kuni Zo'r TV hamma futbolchilarimizni yig'di. Va u yerda darvozabonlarimiz haqida gapirishdi, hujumchilarni maqtashdi, yarim himoyachilarni esa yulduzga chiqarishdi. Lekin bitta futbolchini hech kim eslamadi. Kamera ham uni deyarli ko'rsatmagan. O'sha intervyularda esa u jim o'tirgan. Boshqalarni olqishlashganda u faqat jilmayib qo'ygan, lekin ko'zlarida esa o'sha hissiyot bor edi. Husanov maydonda borini bergan, oxirigacha kurashgan himoyachilardan edi. Jamoasiga rostdan ham yordam bergan, lekin hech kim unga e'tibor qaratmagan. Va bugun butun dunyoning ismini biladi. Manchester City'ga o'tgandan keyin u eng ishonchli himoyachilardan biriga aylandi. Endi uni Angliyada ham hurmat qilishadi. O'sha paytda e'tibor bermaganlar ham bugun unga qoyil qolishmoqda. Xulosa esa shunday: agar sen chindan ham kuchli bo'lsang, ertami-kechmi seni baribir tan olishadi. Harakat qil, taslim bo'lma. Bir kun kelib seni ham Husanov kabi muvaffaqiyatlar kutmoqda. Buni do'stlaringizga jo'natib qo'ying, ular ham motivatsiya olishsin.